Assalomu alaykum. Kelajak videolari kanali kuzatuvchilari. Demak, navbatdagi savolimiz vodorodlar soni teng bo'lgan alkan va alkenning tarkibidagi bog'larni hosil qilishda qatnashgan orbitallar soni 5/6 nisbatda bo'lsa, alkanni toping degan. Xo'sh, nima qilamiz? Alkan bor bizda, alken bor. O'z bilamiz. H2n plus 2 alkanimiz, CnH2n bu alkenimiz. Tarkibida bog'larni hosil qilishda qatnashgan orbitallar soni 5/6 degan. E'tibor qiling, vodorodlar soni teng bo'lgan alkan va alken deyilgan. Alkan bilan alkenning vodorodlar soni teng bo'lishi kerak. Buning uchun demak vodorod alkanda 2n plus 2 to'g'rimi? 2n plus 2 bo'lishi uchun demak bunga qo'shishimiz kerak 2 ni. To'g'rimi? Shunda vodorod atomlar soni teng bo'ladi. Uglerodlarcha. Uglerodlar teng bo'ladimi? Hozir shunda teng bo'ldimi? Yo'q, teng bo'lmaydi. Nega? Chunki 2n plus 2 demak, masalan, propanni olsak, C3H8 n dan 2 marta ko'p plus yana 2 ni qo'shyapti, to'g'rimi? Propanda yoki alkanda. Alkenda esa n da demak uglerod shuni 2 marta demak ko'paytmasa vodorodniki beradi. Demak, buning 2 marta ko'paytmasi, to'g'rimi? Xo'sh, alkenda 2n plus 2 vodorod bor. Demak, buni 2 marta kam bo'lish kerak, to'g'rimi? Buning 2 marta kam bo'lishi uchun demak buni plus 1 ga demak qo'shishimiz kerak. Tushuntir oldimmi? Demak, n plus 1 h 2n plus 2 bo'ladi. Alkenimiz shu bo'ladi. Xo'sh, tarkibida bog'larni hosil qilishda qatnashgan orbitallar soni. Orbitallarni nima hosil qilib beradi bizga? Yo'q, bog'larni nima hosil qilib beradi bizga? Orbitallar soni, demak, orbitallar bizga bog'larni hosil qilib beradi. Masalan, qanday? Keling, vodorod. Vodorod molekulasini yozamiz. Vodorod molekulasi. Demak, bu yerda ikkita atom bor, to'g'rimi? Bir-biri bilan bitta bog' orqali birikkan bo'ladi. Vodorod o'zi bir valentli. Demak, mana bunday qilamiz. Mana bunday. Bunday qilamiz. Mana bunday. Shu elektron mana bu to'rt burchak chizganim orbital ichida elektroni bo'ladi. Mana bu esa bog'. Tushuntira oldimmi? Demak, vodorod molekulasida ikkita orbital bo'ladi. Mana bunicha. Demak, qarang, mana bu yerda bitta xulosa qilishimiz mumkin. Bitta bog'ni demak ikkita orbital hosil qiladi. Tushuntira oldimmi? Demak, bitta bog'ni ikkita orbital hosil qiladi. Ana endi buni qarang. Alkanlarda bog'lar demak soni n plus 1 edi, topish. Yo'q, 3n uzr. 3n plus 1. To'g'rimi? Jami bog'lar soni topish formulasi. Mana buni qarang. Alkenda esa xo'sh, to'xtang. Alkenda jami bog'lar soni. Xo'sh, vodorodlar demak nechta bo'lsa, vodorod bilan demak uglerod bog'lar soni ham shuncha, ya'ni 2n plus 2. Uglerod ham qancha bo'lsa, ya'ni alken qo'sh bog'-ku, to'g'rimi? Agar alkan bo'lsa edi, masalan alkan. To'g'rimi? 3 ta uglerod bor, 2 ta bog' bor. Ya'ni uglerodlar sonidan bittaga kam bog'. Tushuntira oldimmi bu yerda?
uglerodlar sonidan, demak, uglerodlar sonidan bittaga kam bog'. Alkendachi, alkenda unday emas. Alkenda uglerod nechta bo'lsa, bog' ham shuncha bo'ladi. Nega? Chunki alkenda qo'sh bog' bor bitta. Tushuntira oldimmi? Demak, uglerodlar soni nechta bo'lsa, uglerod bog'lar soni ham shuncha bo'ladi. Ya'ni n+1. Vodorod nechta bo'lsa, demak, vodorod bilan uglerod bog'lar soni ham shuncha bo'ladi. Demak, jami shularni qo'shib olamiz. Ya'ni 3n+3 bo'ladi. Demak, alkenda bog'lar sonini topish 3n+3. Mana bu alkenda. Mana bu alkenda. 3n+3. Bu deganiki hamma alkenlarda 3n+3 degani emas. Nega? Chunki mana bu yerda men 2 ni qo'shib oldim. Plus 1 ni qo'shib oldim. Shuning uchun 3n+3. Jam demak, vodorod bog'lar qanday topamiz yoki bog'lar soni qanday, qaysi formula bilan topib olamiz degan savol tug'iladi. Xo'sh. Jami alkenlarda demak, vodorod bog'lar sonini topish uchun, ya'ni SNH2n holatda bo'lganda, demak, uglerodlar soni nechta? N ta plus vodorod soni nechta? 2n ta. Jam 3n ta. Demak, alkenlarda jam bog'lar sonini topish 3n. Tushuntira oldimmi? Mana bu alkenda esa 3n+3. 3n+3. Xo'sh. Hozir aytdik, bitta bog'ni ikkita orbital hosil qiladi dedik. Orbitallar nisbati bor, 5 ga 6. Demak, alkanda orbitallar soni shuni 2 ga ko'paytiramiz, to'g'rimi? 6n+2 shu, demak, alkanda 5. Mana bu 6n+6 shu, demak, 6 bo'ladi. Shu yerda n ni qiymatini topish kerak. 30n+30 teng, demak, 36n+12. Xo'sh, mana bu yerda keladi, bu 12 bu yerda. -12 plus 30 teng 36n, demak, -30n. Bu yerda 18 teng 6n. N ning qiymati shu yerda 3 chiqadi. Demak, alkanimiz, mana bu yerda alkanni toping deganmi? Alkanimiz demak propan bo'lgan. Alkenchi, alken demak butel bo'lgan. Tushuntira oldimmi? Alkanimiz propan bo'lgan. Demak, C3H8. Mana shu demak alkan.